Korrupsiya jamiyat kushandasi. Qaysi soha bo'lmasin, bu illat uning rivojiga to'siq bo'luvchi omil sanaladi. Ayni korrupsiyaga qarshi kurash oyligi doirasida hududlarda tashkil etilayotgan targ'ibotlar ham mazkur jinoyatning oldini olish maqsadini qamrab olmoqda. Navbatdagi lavhada shu haqida so'z boradi. Joriy yil 10 noyabrdan 10 dekabrga qadar o'tkazilayotgan korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi doirasida Navoiy kon metallurgiya kombinati negizidagi korxonalarda ham targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi Zarafshon shahrida bo'lib o'tdi. Unda Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, compliance xizmati, viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Navoiy kon metallurgiya kombinati ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlari ishtirokida Markaziy kon boshqarmasi ishchi xodimlari uchun o'quv seminar amalga oshirildi. Seminar davomida qatnashchilarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirishga doir farmoni va shu sanada qabul qilingan qarorning asosiy yo'nalishlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, korxonada joriy etilgan korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati, monopoliyaga qarshi compliance tizimi, odob-axloq qoidalari va ichki normativ hujjatlar mazmuni tushuntirib o'tildi. Korrupsiya har qanday davlatning ertangi kuni kelajagi uchun xatar hisoblanadi. U iqtisodiyotga katta zarar yetkazib, mamlakat taraqqiyotini izdan chiqaradi. Shu boisdan mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bir qator normativ hujjatlar qabul qilindi. Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va uning barcha tarkibiy bo'linmalarida korrupsiyaga qarshi kurash oyligi o'tkazilmoqda. Bizning xizmatimiz tomonidan kombinatimizning 50 ming kishilik ulkan jamoasida barcha ishchi xodimlariga korrupsiyaga qarshi kurashishda huquqiy savodxonlikni oshirishda tushuntirishlarini olib boryapmiz. Joriy yilning o'tgan davrida huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda 85 marta barcha bo'linmalarda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha seminar davra suhbatlari o'tkazildi. O'tkazilgan o'quv seminar mashg'ulotlarida 9500 dan ziyod rahbar ish xodimlar qatnashdi. Tadbirda Navoiy kon metallurgiya kombinati faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiya holatlarining oldini olish, xodimlarda huquqiy madaniyatni oshirish masalalari yuzasidan ochiq muloqot tashkil etildi. Qatnashchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javob oldilar. Shuningdek, seminar doirasida maxsus savolnomalar orqali so'rovnoma o'tkazilib, xodimlarning korrupsiyaga oid tushunchalari va fikr-mulohazalari o'rganildi. Tadbir yakunida ishtirokchilarga axborot bukletlari tarqatildi va profilaktik ma'rifiy videorolik namoyish etildi. Mazkur tadbirlar xodimlarda huquqiy ongni kuchaytirish va korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.